Salom barchaga. Endi bu kanal Dirbobning rasmiy O'zbekistondagi kanali. Do'stlarim, O'zbekistondagi har xil SQP kanallaridan, bo'lmas kanallardan barchasidan chiqib keting va menga Otabek Plus SQP kanaliga obuna bo'ling. Ishoning, zeriktirib qo'ymaymiz. Do'stlarim, hozirdan bizga obuna va laykni bosib qo'ying va siz keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Bilaman, biz juda kamchilikmiz, lekin inshaalloh biz milliardta obunachiga ega bo'lamiz. Shuni bilingki, biz songa emas, sifatga ishlaymiz. Shuning uchun videolar kam chiqishi mumkin, lekin sifatli tarzda chiqariladi. Shuni inobatga olingki, sizdan obuna va layk kelmas ekan, bizda umuman motivatsiya qolmaydi. Hozir shu ishni bajaring va videoni zavq olib ko'ring. Olg'a. Men kechaning o'rtasida o'qishga sho'ng'igan edim va o'sha paytda nimadir shovqinni eshitdim. Bu qandaydir chir-chir etgan tovush edi. Buni e'tiborsiz qoldirdim va yana o'sha tovush. Endi men musiqani balandroq qilib qo'yishga qaror qildim. Ha, mana endi yaxshiroq. Ehtimol bu hech narsa emasdir. Balki shunchaki uyning g'ichirlashi, lekin yo'q. Yana o'sha tovush. Men buni nima sababdan chiqayotganini aniq bilishim kerak edi. Atrofga qarab, balki bu deraza tashqaridan kelayotgandir. Yana o'sha tovush eshitildi. Bu aniq tashqaridan kelayotgandi. Men sekin-astalik bilan derazaga yaqinlashdim. Tashqari juda qorong'i. Hech narsa ko'rinmayapti. Lekin men sekinlik bilan qo'limni uzatib, derazani ochdim. Boshimni tepaga ko'tarib qaraganimda hech narsa yo'q. Va umuman hech narsa. Derazani yopdim-da, o'qishga qaytdim. Ammo yana o'sha tovush. Uf, bu jonga tegdi. Ertasi kuni ertalab nonushta qilayotganimda yana o'sha tovush keldi. Ammo baribir hech narsa ko'rinmadi. Avtobusga ketayotganimda ham bu tovushni eshitdim. Orqamga qaraganda hech narsa yo'q. Ammo yana hech qanday belgi yo'q. Tez yetishganda ham yana o'sha tovush. Umurtqa suyaklari bir-biriga nima bilan ulangan edi? Bu qanday so'z edi? Ishlarim men xohlagandek ketmayapti. Kechasi ana u la'nati chertish tovushi sababli o'qish qiyin bo'ldi, lekin qo'limdan kelgancha o'qiyman. Hech bo'lmaganda hozir tovush to'xtadi-ku. Biroz diqqatimni jamlay olay. Men o'rnimdan sapchib turdim va orqamga qaradim. Orqamda hech narsa yo'q, lekin bu tovush qayerdan kelyapti? Men buni aniq bilishim kerak, lekin sharmanda bo'ldim. Endi bu la'nat tovush hech qachon jilmayapti. Bir lahza ham o'tmay yana eshitaman. Bu hol oylar davomida davom etdi. Hech kim bu tovushni eshitmayaptimi? Va hech kim menga ishonmayotgandek o'xshaydi. Lekin bir tomondan men bunga ko'nikishga majbur edim. Lekin boshqa tomondan bu la'nat tovushga hech qachon moslasha olmadim. U meni to'liq taqiq qilayotgan edi. Men xonamda o'tirar ekanman, bu tovushni umuman yo'q qilishga harakat qilardim. Diqqatni bir joyga joylab, uni yo'qotishga urinyapman. Ko'zimni yumgan holda bu tovushni butun aqlim bilan yo'q qilishga harakat qilyapman. Va u to'xtadi. Endi la'nat chertish yo'q. Bu tovush endi haqiqatda yo'q. Men ko'zimni ochganimda, bari shumi? Bo'ldimi? Lekin yana chars chars chop. Men bu narsalarga umuman tushunmaganimda va orqaga qarasam, lekin kech bo'lgan edi. Men hozir guvoh bo'lgan narsalar SQP 4975 hujumining aniq klassik misolidir. Bu anomal holat shunday nomni olgan. Vaqting tugadi. SQP 4975 baland bo'yli, ozg'in mavjudot bo'lib, unda qushlarga o'xshash ba'zi xususiyatlari mavjud. Eng ko'zga tashlanadigan narsasi tumshug'idir. Uning uzun qo'l oyog'ida aniq barmoqlar yo'q. Ular shaklsiz tugmalar bilan tugalanadi. Butun tanasi, bu jumladan tumshug'i, qalin va qattiq qoramtir teri bilan qoplangan. SQP 4975 nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki chiqaradigan o'ziga xos chars-chirq tovushi bilan ham mashhur. Uning uzun bo'yin umurtqalari bir-biriga ulangan emas. Bo'yin umurtqalari bir-biri bilan ulanmagan holda mustaqil harakatlana oladi. Bu umurtqalardan pastdan yuqoriga qarab birma-bir aylantiradi va bu harakat natijasida boshi doim tebranib turadi. Har bir umurtqaning harakati o'ziga xos chars-churs g'ichirlash tovushi bilan his qiladi. SQP 4975 ning asosiy xatti-harakati odamlarni quvish va ularni kuzatib yurishdir. Nima sababdan ekani hali ham noma'lum, lekin u ma'lum bir nishonni tanlagach, ularni ta'qib qila boshlaydi va faqat o'sha nishonni, ya'ni ta'qib qilinayotgan odam chertish tovushini eshita oladi. Boshqalar esa umuman eshitmaydi.
SQB 4975 qurbonlarni uzoq vaqt davomida ta'qib qiladi. Hatto 10 oy yoki undan ortiq davom etishi mumkin. Keyin bir payt u boshini tebratishni to'xtatadi va 4975 tezlik bilan hujum qiladi. Hujumda SQB 4975 uzoq a'zolardan foydalanib, qurbonni urib, uni parchalab tashlaydi. So'ngra uni iste'mol qiladi. Ko'pincha qurbon hali tirik bo'lsa ham, bitta odam bo'lgan bo'lsa, SQB 4975 bir necha oy davomida yetarli bo'ladi. Keyin esa u yangi o'ljani qidirishni boshlaydi. Bu jarayon boshidan boshlanadi. SQB 4975 haqida dalillar 1538-yildan boshlab topilgan. Uning mavjudligi ko'plab Germaniya xalq etaklarida ham tasvirlangan. O'sha davrdan qolgan bir nechta san'at asarlarida ham katta qora qush shaklidagi mavjudot ko'rsatilgan bo'lib, bu ehtimol bir xil anomal holatga o'xshaydi. Yaxshi xabar sifatida aytishimiz mumkinki, SQB 4975 hozirda SQB jamg'armasi obyektida saqlanmoqda. U standart po'latdan yasalgan qamoqxona hujayrasiga joylashtirilgan. Biroq tez orada ko'rishingiz mumkinki, bu qamoqxona SQB 4975 hujumlarining tugashiga olib kelmagan va yangi voqealar haqidagi xabarlar davom etmoqda. Germaniyaning qora o'rmon hududidan olingan bitta hisobotida jamg'arma agentlari mahalliy bir erkakni tekshirishgan. U esa o'zining ritmik chertish tovushini eshitganini xabar qilgan. U bu tovushni 4 oydan ortiq eshitib kelayotganini xabar bergan. Erkak o'zini ta'qib qilayotgan yoki qattiq hazilga uchraganini taxmin qildi va mahalliy hokimiyatni bu masalani tekshirishni so'radi. Jamg'arma agentlari erkakni hibsga olib, mahalliy politsiyaga uning yaxshilab davolanish natijasida eshitish g'aribliklari va paranoyadan aziyat chekayotganini aytib berdilar. Agentlar erkakni chertish tovushini oxirgi eshitgan joyga olib borishdi. Bu joy o'rmonli hudud edi. O'rmondan o'tib borar ekan, erkak tobora xavotirlanib bordi. Nihoyat to'xtab, daraxtga ishora qilib, tovushning shu joydan kelayotganini aytdi. Ha, u haqiqatda bu joyni ko'rsatib, bu joydan afsuski hech narsa topilmadi. Ayni vaqtda erkak qichqirdi. Agentlar esa ko'ra olmaydigan bir mavjudotga ishora qilib, uning o'zi ta'kidlashicha, unga hujum qilayotganini aytdi. Erkak ko'rinmas hujumchi tomonidan yerga yiqitildi va bir nechta zarbalar oldi. Agentlar ko'rinmas mavjudot bor deb hisoblagan joyga hujum qilishga harakat qilishdi, ammo ularning panjalari va qurollari havoda o'tdi. Go'yo hech narsa yo'qdek. Boshqa bir agent erkakni sudrab olishga harakat qildi, ammo u sirli bir kuch bilan o'qitildi. Erkakning qorin bo'shlig'ida katta yara paydo bo'ldi. Qorin qismi ochildi. Erkakni harakatlantirish yoki unga hujum qilayotgan narsani to'xtatish umuman imkonsiz edi va boshqa imkoniyatlar qolmagani uchun bir agent qurolni olib erkakni o'ldirdi. Birinchi soniyadan o'tib, agentlar kuzatib turishgan ekan, jasaddan teri bo'laklari yirtilib g'oyib bo'ldi. Go'yo ko'rinmas bir mavjudot o'lik erkakni yeyotgandek. Lekin bu ko'rinmas hujum hatto eng g'aroyib qismi ham emas edi. Xuddi shu paytda Germaniyadagi erkak o'ldirilgan va ko'rinmas kuch tomonidan yengilayotgan paytda SQB 4975 o'zining saqlanish joyining janubiy-sharqiy burchagiga tikilib harakatsiz turganligi kuzatildi. Hujumni o'rganish va kuzatish davom etayotganda 4975 ning bo'yinini endi charchatib tebratmasligini kuzatildi. SQB 4975 bilan har qanday insoniy aloqalar taqiqlangan va hozirda ushbu mavjudot bo'yicha olib borilayotgan barcha izlanishlar vaqtinchalik to'xtatilgan. Bundan tashqari, Euclid klassikaga kiritilgan bo'lsa-da, davom etayotgan hujumlar va uning g'aroyib xatti-harakatlari tufayli klassifikatsiya Keter sinfiga o'tish jarayonida. Agar kim saqlanish joyi buzilgan taqdirda, tashkilot siyosatiga ko'ra, agar xodimlar davomli ritmik chaqirishlarni eshitishni boshlasa, ular boshqa xodimlardan ajralib turib, tinchlik bilan SQB 4975 ning kameraga qaytishini yoki tovushlar to'xtatishini kutishlari kerak. Ehtimol chirqillash tovushining to'xtatishini kutayotganingizda, siz o'zingizni eski bir nemis xalq qo'shig'i bilan o'yin qilishga undashingiz mumkin. Bu SQB 4975 ning yozilgan deb hisoblanadi. Uning tarjimasi quyidagicha: Xuddi shunday hujum qilsa, agarda sizga ham SQB 4975 eshiting. Stop. Agar siz ingliz tilini bilganingizda, shu videomni umuman ko'rib o'tirmagan bo'lardingiz. Va men sizga Lab English onlayn akademiyasini tavsiya qilaman. Siz uning kurslariga yozilib, ingliz tilini qisqa vaqt ichida tezda va yaxshigina samarali tarzda o'rganib olishingiz mumkin. Kursga yozilish Telegram kanallarida bo'lib o'tadi. TikTok kuku soati tikadi. Kuku o'zidagi tovush qo'yiladi. Vaqt tikadi, shuningdek yuragingiz ham tikadi. Uzun umr ko'rishingizni tilayman. Chunki uning qo'shig'ini eshitasiz. Diqqat bilan eshiting, chunki to'xtaganda tuxumdan chaqaloq chiqib keladi. Eshitdingizmi? To'xtadimi? Men farzandim. Bu sizning vaqtingizni. Bu esa sizning vaqtingiz tugaganini anglatardi.